Akalar sovuq havolar tushib qoldi. Endi saunaga joy yo'q deb bahona qila olmishlar. Chunki biz bunga zo'r yechim qilib qo'yganmiz. Orqamizda ko'rib turgan konteynerlarning ichiga saunalarni qurib bitkizib berdik. Akalar ko'rishingiz mumkin, bu yoqda konteynerga kiruvchi joyimiz. Kirganimizda eniga 3 metr bo'ladi konteynerimiz, uzunligi 6 metr. Buni biz ikkiga bo'lib turib, yarog'ini perbannik qilganmiz. Shunaqa o'tirishga joy qilganmiz. Bu yerdan tashqariga chiqib o'tirlarni to'pga qilsa bo'ladi. Akalar kelinglar saunalarni quramiz. Bu yoqda sidenamiz, masajli sidena bo'lgan. Odam bemalol masaj olib yotishiga joy qilib berganmiz. Bu yoqda ikkinchi yarosimizni bemalol odam so'm ko'tarib o'tiradigan. Keyin bu yoqda ko'rishingiz mumkin, tabiatni tomosha qilib o'tirishga o'ynalar qoldirib berganmiz. Bu saunamizga 24 kubli atmosfera pechkasini qo'yib berganmiz. Atmosfera pechkamizni qolgan o'tirli pechkalardan farqi o'zidan ko'p miqdorda par chiqarganligi uchun ajralib turadi. Keyin ko'rishingiz mumkin, 1 metrga 1 metr joyga natural toshlardan foydalanganmiz. Patologlarimizga nirjavaka turbalardan qo'yib berganmiz. Hozir ko'rishingiz mumkin, bu yerda o'tirlarga joylashib qo'yilgan. Hop, o'tinni olasiz, kelasiz, pechkaga to'pga qilib bemalol hop mana qulay bo'lgan. Saunaga kirib, maza qilib politsiya qilasiz. Kimga shunaqa saunalar, sifatli saunalar kerak bo'lsa, sauna hab jamoasiga murojaat qilasizlar.